Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz sizlarga yangi videomizni boshladik. Bunda birinchi telefon ko'rsatgan telefonimiz sizlarga. Hozirgina olib qo'ygan telefonimiz Technopoa Neo 2 telefonimiz 7000 mAh batareyaga ega. Batareyasi o'ta moshniy bo'ladi. Narxi ham arzon. 4+4 ga 64 talik bo'ladi. Narxini sizlarga hop 750 ming so'm qilib beramiz. Keyingi modelimiz Redmi Note 11R modelimiz. Bilasizlar, o'ta kuchli telefon hisoblanadi. Batareyasi o'ta moshniy, ishlashlari tez bo'ladi. Operativkalari ham hozir 6 ga 4+3 ga 128 GB xotiraga Dimensity programmasi bilan qo'llab-quvvatlangan telefonimiz. Chipli demoqchi edim. Narxi 850 ming so'm. Poco X3 Pro tinig'i keldi. 6 ga 128 talik korobka, dokumentlar va ishlashlari cho'tka holatda PUBG 60 FPS bergan grava telefon qiladi hisoblanadi. Narxini sizlarga 1.250 ming so'm qilib beramiz. XSlarimiz keldi. Ko'rdingizlar, 160 dollardan tanlab olish holatlari ideal holatda Face ID turibdi, hamma funksiyalari ishlaydi. Hop, XS Gold'imiz yo'nqishlari 77 yo'nqisda, radno yo'nqisi o'ziniki. Hop, xotiralari 64 talik. Endi oqimiz. Buni ham yo'nqislari 79 ekan, xotiralari 64 talik. Ikkovi ham cho'tka holatda Face ID'lar to'liq ishlaydi. Narxi 160 dollar. iPhone XS'lar tiniqlari. O'ta ko'p so'ralgan telefonimiz. O'tgan safar 512 talikni qo'ydik. Bugun sizlarga 256 talikni qo'yib beramiz. Buni ham ishlashlari zo'r, xudo xolasa bu 256 talik. Dizayni ham bir xil. Hop, korobka dokumentlari bor. Buni ham zaryadchi yo'q ekan. Narxi, shuni ham narxi 300 dollar qilib beramiz. Poco X7 Pro 5G'miz. PUBG 120 FPS bergan o'ta kuchli telefon hisoblanadi. Hech qanday ishlatilmagan holatda. Keyingi telefonimiz PUBG uchun chiqqan telefonlardan Infinix GT 20 Pro telefonimiz. Bu ham 120 FPS tushadi. 5 korobkaligi uchun narxini arzonroq beramiz. 230 dollarga 5 korobka oladi. Korobka dokumentligi ham bor. 260 dollarga qilib beramiz. 255 dollarga korobka dokumentligi, 5 korobkasi 230 dollarga qilib beramiz. Hop, keyingi telefonimiz Xiaomi 13 Pro ni full komplekt so'raganlarga olib kelib qo'ydik. 347 dollarga qilib beramiz. 347 ga Xiaomi 13 Pro modelimiz. Hop, operativkalar ham eng kattasi 12+12 256 talik varianti. Xudo xolasa mazam ishlatasi, PUBG deysizlarmi, ishlatish ham kamera deysizlarmi, Leica kamera sohiblari hisoblanadi bu telefonlar. Kech paytda o'ta moshniy video, fotosurat olsanglar bo'laveradi. Puliga 10 marta arziydi telefonimiz. Samsung Galaxy A36 ni 256 talik kelib qoldi. Hech qanday ishlamagan holatda, holatlar tiniq turibdi, ko'rdingizlar mana. Abidoylarni o'ta moshniy dizayni juda chiroyli ishlangan. Narxini sizlarga 290 dollar qilib beramiz. 8256 talik, 128 talik emas. Hop, Note 8 Pro ni yana tinig'ini olib kelib qo'ydik. Bunisi 6 ga 64 talik, ishlashlari cho'tka holatda. Bunisi ham mazaq ishlatasizlar, xudo xolasa puliga arziydi. Narxini sizlarga 1.70 ming so'mga Note 8 Pro ni ideal holatda esin 6 ga 64 talik korobka dokumenti borni 1.70 ming so'mga qilib beramiz. Hop, keyingi modelimiz Samsung Galaxy A95 modelimiz. Ishlash cho'tki, PUBG 60 FPS tushadi. Игровой telefon, batareyasi moshniy yetar, 6 ga 128 talik bo'ladi. Ekranlari ham toza, holatlari ham yaxshi holatda. Narxini 125 dollarga A95 modelini qilib beramiz. Keyingi modellarimiz iPhone 13 ta oqqog'ini, tinig'ini so'rayotganlar, mana sizlarga o'ta tiniq holatda olib kelib qo'ydik. Bu xotiralar 128 talik, yo'nqislari ham 87 yo'nqisda ekan, holatini bitta baho berib qo'yasizlar. Mana holati ham tiniq holatda. Narxini sizlarga 385 dollar qilib beramiz. 11 Pro'miz ham holat, ideal holatda, ishlashlari cho'tka, hamma joyi radnoy, yo'nqislari 80 yo'nqisda ekan. Xotiralari 64 talik. Narxini sizlarga 235 dollar qilib beramiz. Hop, iPhone 11 keldi, mana bunaqa neobishli tiniq rangidan, holat ideal holatda ekan. Xotiralari 64 talik, yo'nqislari 100 yo'nqisda. Narxini 210 dollar qilib beramiz. Xuddi shunaqa 11 zo'rg'an qorasidan 210 dollarga 100 yo'nqisda 64 ta yangi batareyaga qo'yilgan, mazza ishlatasi, moshniy etib beradi batareyasi. Bilgan bo'lsa, chiqqaniga 5-6 yil bo'ldi, masalan 80 yo'nqisda ham 85 yo'nqisda ancha charchagan bo'ladi, lekin uni 100 yo'nqisda batareyaga qo'ysa, batareyasi moshniy etadi. Buni ishlatib ko'rganlar biladi. Ko'pchilik yo'nqis nimaligini farqi bormaydi, tushunmaydi. Shuning uchun lekin eng zo'ri 100 yo'nqis ishlatgan yaxshi. Masalan, Max modellari bitta 100 yo'nqis telefon qo'ysa, o'ta moshniy bo'lib,
vashshi uzoq ketadigan bo'lib qoladi. Keyingisi 72 o'ngisi 64 talik. Hamma joy radni alishib netmagan telefonimiz. Face ID turdan ham funksiyalar ishlaydi. Narxini 170 dollarga iPhone 11 qilib beramiz. 13 Pro'lar ham naval korpusli holatlarni ideal holatda tanlab olishga hammasi masof ishlatasilar. Puliga 10 martalab arziydi. 13 Pro'larimiz holati, xotiralari, yo'mkislariga qarab har xil narxlanadi. Masalan, bu ikkoviniki Ellar regionda, ikkovi ham 128 talik. Xo'p, bu qorasini yo'mkisi 93 yo'mkisi ekan. Xo'p, oqini bluesuniki 80 yo'mkisi ekan. Bunisi 460 dollarga 80 yo'mkisida 128 Ellar regionda, bunisi 93 yo'mkisida 128 Ellar regionda qorasi 487 dollarga. Xo'p, yana bu 13 Pro'lar, iPhone 13 Pro'lar, hop 86 yo'mkisida 128 talik Zar region ikkita sim kartalik 470 dollarga, 86 yo'mkisida 128 talik 450 dollarga Koreya regionida. Ishlashlari zo'r, hammasi usti ko'rmagan, ochilmagan, netmagan telefonlar hisoblanadi. Xudo xolasa hamma telefonlarga garantiya beramiz. 1 oydan boshlab 1 yilgacha garantiya beramiz. Telefonga qarab, xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Undan masalan dastavka qilib berishimizdan oldin sizlar bizga telefon holatini ko'rsatamiz. Yo'q aka, menga chiqaravering desanglar, masalan 200 ming so'm, 300 ming so'm telefon holatiga qarab zaklab tashlab berasizlar, chiqaveramiz. Qolgan to'lovni qo'ylagan to'liq qilsanglar bo'laveradi. Unda boshlaydi qolgan telefonlarni ko'rsatishdi. Arzonchi model Samsung Galaxy A10s modelimiz. Atiga 400 ming so'mga 332 talik ishlashlari chotga, xudo xolasa hamma joy radno holatda. Samsung Galaxy A32 5G narxi 100 dollar. 428 talik O'zbekistonda ishlamagan variant koreyskiy bo'ladi. 5000 mAh batareyaga ega. Samsung Galaxy M32 telefonimiz 628 talik, korobka dokumentar yevro, ikkita sim kartali 6000 mAh batareyaga narxi 100 dollarga Samsung Galaxy M32 hisoblanadi. Ekranlar super AMOLED ekran hisoblanadi. Ishlashlari to'g'risi zo'r holatda. Hop, A32 ham holati ideal holatda, bilasizlar, Koreyadan kelganlar ideal holatda bo'ladi. To'g'risi mazasi 464 talik bilan xotiralari. Hop, narxini ikkita sim kartali yevro variantga narxini 1 million 100 ming so'mga Samsung Galaxy A32 ni yevrosini qilib beramiz. Hop, Samsung Galaxy A73 imiz bor. Hop, 828 talik, korobka dokumentlari bor, ishlashlari chotki, narxini 180 dollarga qilib beramiz. Yevro ikkita sim kartali varianti. Hop, Samsung Galaxy A15 larimiz bor, mana ko'ryapsizlar. Holatlari yaxshi, chotki holatda mana. Ko'rib turibsizlar, ishlashlari zo'r, mazza ishlatasizlar. Narxini 1550 ming so'mga qilib beramiz. 628 talik varianti. A25 5G imiz 1 million 950 ming so'mga 628 korobka dokumentlar bor, tiniq holatda. A25 5G de 256 8256 talik varianti. Xo'p, narxini sizlarga 2100 ming so'm qilib beramiz. Redmi 12 imiz bor, 8256 talik 5 korobka holatda, narxini 1 million 100 ming so'm qilib beramiz. Ishlashlari chotki holatda. Note 14larimiz bor, mana Redmi Note 14lar 828 talik, 628 talik, hammasi full komplekt, ozmi ishlatilgan holatda. Narxini sizlarga 1 million 850 ming so'mdan tanlab olishga qilib beramiz. Redmi Note 12 Pro 1 million 550 ming so'mga 628 talik, korobka dokumentlari bor holatda. Hop, Poco so'raganlar, Poco F5 Pro modelimiz keldi. PUBG'da 100 ming FPS tushadi, 8+8 200 ga xotiraga ega bo'ladi. Narxini sizlarga 295 dollar qilib beramiz. Xiaomi 13 Lite telefon chiqqan, holatlari yaxshi holatda, 8256 talik, korobka dokumentlar bor, narxini 170 dollar qilib beramiz. Redmi Note 13 Pro Plus 5G modelimiz kelgan, ishlashlari chotki, 8256 ga xotiraga, 100 watt zaryadchigacha bor, narxi 250 dollarga. Redmi Note 13 Pro modellarimiz bor, xohlagancha tanlab olishga narxlarini 2150 ming so'mdan qilib beramiz. 8 ga 6 ga 8256 talik variantda hammasi 8256 talik Redmi Note 13 Pro lar. Hop, ideal holatda, taniq holatda 212 Pro olib kelib qo'ydik, ko'rib turibsizlar. Holati 212 ham vashi bomba,
idealniy holatda turibdi. Bittasiniki 83 128 talik, narxi $325. Bunisi esa 89 128 talik, bunisi narxi $345. Hop. Keyingi modellarimiz Samsung Galaxy S20 Plus modellarini chiqdi. Ideal holatda ikkovi ham. Xudo xolasa mazza ishlatasa, 12 256 talik bilan ishlashlari chotki, PUBG'da 90 FPS tushadi. Keyingi telefonimiz arzon telefon so'rayotganlar bizdan, mana sizlarga arzon yangi patchli telefon kelib qo'ydik. Atiga $80 tanlab olish kerak yo'l. Redmi Note 40X modeli ekan. 18 ming işte kamera 64 ga o'tib qoldi. 5000 mAh batareya, yangi patchga steklo chig'il zaryadchiga chiqarib naushnikgacha narxini $80, ya'ni 1,40,000 so'mdan qilib beramiz. Kimga yana qanaqa telefon kerak bo'lsa, Telegram orqali aloqa chiqsanglar, xudo xolasa batafsil ma'lumot beramiz. Rasmiy videolarda ko'proq Telegramda beramiz. iPhone 7larimiz ham bor. Mana tanlab olishga 750 ming, 850 ming, 900 ming so'mgacha iPhone 7larimiz 7 plus 8 X modellari ham xudo xolasa qolgan telefonlardan ko'rib turibsizlar. Qanaqa telefon kerak bo'lsa, mana yozsanglar, xudo xolasa qolganlarni ko'rsatamiz. Xudo xolasa do'konimiz Andijonda joylashgan. O'zbekistonda dastlabki xizmatini qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa telefonni ko'rsatamiz. Yo'qsa zaklab tashlab berasizlar. Qolgan to'lovini qo'llayverang, to'liq qilsanglar bo'laveradi. Unda videomiz yoqmasa bitta like bilan komment bosib ketasizlar.